Assalomu alaykum. Deltron kompaniya tomonidan ishga tushirilgan bu yerda 11 gruppa on-grid inverter uchun birinchi ahamiyat beradigan narsa bu mana bu sariq kabellar. Ya'ni o'rtadagi SPD, pastda avtomat 4 polusli, tepada предохранительlar. Birinchi ahamiyat beradigan narsa shu sariq kabellar. Zazemlение yaxshi bo'lishi shart. Hammasi alohida SPD dan chiqib shinaga keladi, shinadan zazemlение qoziqqa, ya'ni shtirga boradi sherdan. Bu yerdan olib korpusni ham zazemlение qilish shart. Endi avtomatlarga kelsak agar, mana bu avtomat zavod tomonidan tepa qismi yopilgan. Перемычка qilib yopib qo'ygan. Mana bu yerda sxemasi bor. Ya'ni bu tomondan qarasak agar plus kirdi, plus chiqadi, inverterga boradi. Minus kiryapti, bu tomondan chiqib inverterga boradi. Mana bunaqa rogatkalar bizlar ishlatganmiz. NSHV ga kiryapti 2 oltilik apressovka bo'lib. Demak, quyosh panellaridan kelib plus предохранительga kiradi, plusi, minusi, keyin прямой avtomatga boryapti. Avtomatdan chiqib keyin SPD ga. Qora ham xuddi shunaqa. Bu tomonga kiradi, bu tomondan chiqyapti, plus inverterga boradi. Minus kiryapti, bu tomondan minus chiqib inverterga boradi. Bundan tashqari ognetушителlar qo'yganmizlar. Mana bunaqa termodatchiklari bor ognetушителlarning.